Assalomu alaykum akalar. Bugungi mashinamiz Kia K5. Propan qo'yilyapti. Bugun ketadigan zapchastlar bilan tanishtirib o'tamiz. Yevropa gaz Avance 32 ga 4. Injektorimiz Dakota 01 li Skrasnoy sportivniy injektor. Champion injektor hozirgi kunda nomerali. Reduktorda bolalar o'rnatib olishibdi. Mana R01, R02 reduktor. Mashinamiz yangi, salafan. Zaprashkalarimiz mana boshqa o'rniga bo'ladi, endi qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin bitta ko'rsatib o'tamiz. Bugun ketadigan orqasiga balon 47 talik, 42 talik qo'yib yurmanglar. Buni o'zini baloni, sobственный shunga chiqarilgan 60 bittalik propan balon. Rosa tekis tushadi, ko'tarilib net qolmaydi. O'zinikidek tushadi, 60 bittalik. Kilometrlar yaxshi yuradi, hatto zapravkaga kiravermaysizlar. Kimga shunaqa xizmatlari kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz pastda. Kia K5